Xitayning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandachiligiga qarata Kanada hukumati bu hafta davlat ichi shirkatlarining Uyg'urlarning majburiy emgakka chetishliq shirkatlar bilan savdo qilishini cheklash qatorliq bir qator yangi tadbirlarni o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi va ikki kanadalikning tutqun diplomatiyasi Kanada ommasining Xitoyga bo'lgan ta'sirini texamanda chorlashtirdi. Kanada Tashqi ishlar ministri Shampeyn va xalqaro savdo ministri Marinek birlikda bir qator cheklash tadbirlarini e'lon qilgan. Bu tadbirlar majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklash, Kanada shirkatlaridan kishilik huquqi daxl taruz qilishga shiltilgan mahsulotlarni eksport qilmasligiga kafolatlik qilishni talab qilish, Uyg'ur diyoriga munosabatlik o'rinlar haqida savdo maslahatchiligi bilan ta'minlab, majburiyat emgaki va ta'minlash zanjiri xavfi ustida tekshirish elib berish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shuning bilan bir vaqtda Avstraliya yer shari markazi ta'minlash zanjirida majburiy emgak mahsulotlarini ishlatilish masalasiga ko'ngil bilmoqda. Avstraliya Tashqi ishlar ministri Payen taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi: Rayondan mol setib olgan yerlik shirkatlar ta'minlash zanjiri va ta'minlovchilarni to'g'ri tekshirish kerak. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Wuhan virusining Xitoyning Wuhan shahridagi tajribaxonadan chiqqanligi to'g'risida istixborot uchurlari borligini e'lon qildi. Pompeo Xitoy virusining nadan kelganligi to'g'risidagi mulohazalarga qarata yangi bayonlarni qildi. Pompeo mundaq dedi: Xitoyning dunyoni o'lchamli tajribaxonalar bilan yuqumlantirish tarixi bor. Amerika axborot organlarining yangi axborot sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Wuhandagi tajribaxonada ishlaydigan tadqiqotchilarning 2019-yil kuzda COVID-19 ga o'xshash kasallik alomatlari bilan kasal bo'lib qolganligiga oid paketlar bor. Pompeo Dunyo səhiyyə təşkilatıga çağırı qilib, COVID-19 keltirib chiqargan virusning ehtiyotsizlikdan Wuhandagi tajribaxonaning qo'yib berilish ehtimolligini to'liq tekshirish kerak dedi. Yana bir tarafdan Xitoydagi Marojna avrishkisida yangi tipdagi koronavirusi bayqalganligi xabar qilindi. Amerika hukumati 15 yanvar Iran, Xitoy va Arab Birlashma Xalifaligidan 7 shirkatni jazolashdan qaror qilgan bo'lib, ularning hammasining Iran davlatlik transport shirkati bilan savdo munosabati bor ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo mundaq dedi: Amerika embargo yurgizgan shirkatlar Xitoyning Jiangyin shahridagi Mark metal materiallari cheklash shirkati, Arab Birlashma Xalifaligi qurilish materiallari cheklash shirkati qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Shundaqla Ironga po'lat to'mir yetkazadigan 2 kishiga embargo qo'yiladi. Pompeo bayonot e'lon qilib, o'zining Tashqi ishlar ministrligi doirasida Ironga qaratgan metalga munosabatlik jazo doirasini kengaytirganligini o'ttirg'a qo'ydi. U mundaq dedi: Tashqi ishlar ministrligi tarafidan Eronning yadro, harbiy yoki ballistik boshqarilgan bomba programmasiga chetishliq deb ayblangan 15 xil materiallarni qasddan yetkazganlar jazoga uchraydi. Indoneziyaning G'arbiy Sulawesi o'lkasining Majinida 15-chesla yuz bergan yer tavrashda qazo qilganlarning soni 46 ga yetdi. 826 odam yaralangan yer tavrashda minglagan kishini bexatar joylarga o'rlashtirish xizmati davomlashmoqda. Meteorologiya, klimat va geofizika idorasi 15 yanvar Majini shahrining sharqiy shimolidan 6 kilometr yiroqlikda va 10 kilometr cho'nqurlikda yuz bergan 6.2 bal yer tavrashning Palu va Makassar shaharlarida his qilinganligini e'lon qildi. O'rta Amerika davlati Hondurasdan Meksikaga, ondan Amerikaga bormoqchi bo'lgan 6000 kishilik bir ko'chmanlar atirdi Gvatemalaga yetib keldi. Rayon matbuotlaridagi xabarlarga qaraganda, o'z davlatlaridagi zo'ravonlik, ishsizlik va nomrodlik qatorliq masalalar sababidan texmi go'zal turmush barpo qilish uchun Amerikaga yetib bormoqchi bo'lgan ko'chmanlar Gvatemala bexatarlik qismlarining oralishi qarmay chegaradan kirgan. Ko'chmanlar bexatarlik qismlarining hamrohligida Meksikaga qarab yurishni davomlashtirmoqda. 2019-yil 6-oyda Amerika bilan Meksika hukumatlari o'rtasida tuzilgan Meksikada turish kelishimiga asosan Meksika orqali Amerikaga ko'chib kirmoqchi bo'lganlar 3-davlat fuqarolari iltimos ishlari oxirlashguncha Meksikada tutib turildi.